Xotan, u zimin söygen yurt. Tuproq o'z bag'ridagi to'zonlari bilan, yoq, barliqi bilan uni mahkam bag'ash etgan. Xotanliklar uchun to'pa odamlarning oyog'i ostida bo'lmaydi, balki yong'oq daraxining yopirmoqlarida, qizil gulning bargida, go'zallarning sumbul chashlarida, bovaylarning yelkisida, momaylarning manzillarida, balalarning usti boshlarida, qoida tish arashlarida qo'nib qolaveradi. Her bir tozanda Xotanning qadam-qadam taraqqiyot iznalari bor. Tabiatdan örnek algan gilam ve atlas gulleri, yani qo'shqar munguzi, kepinak, to'zpeyi, halqa, Hasan Hüsen, atirgul, buğday ve ravab naqshlari ajdodlarning bizga qoldirgan buyuk miroslar hisoblanadi. Qaraqash daryosi bilan Yo'rinqash daryosi Xotanning jon tomiridir. Bu ikki daryoda eqiyotgani suvla emas, balki hayotliq. Uning ilib kelgani Qoshtaşıla emas, balki davlatimizning eng g'arbiga joylashgan bu takli makondagi yeshil marvoyatning o'chmas madaniyati va eng qadimiy rivoyati. Bovaylarning deyishicha, burun uy solganda lim yog'ochlarni daryo suyiga bir chilab olsa, uyning uliga daryo bo'yidagi qizil to'pini ishlatsa, uy xuddi Koinlon teg'idek mazmut turadi ekan. Xotanliklarning aqlliq bo'lishida erkak suvning to'kpisi bor. 2 kunni bir yağıdığan topusuningmi tökpisi bor. So'qmoqlariningmi, go'shgirdilariningmi, tibobat ozuqliqlariningmi tökpisi bor. Albatta, birini bir deydigandek, deginni qilmay qo'ymaydigan xarakteriningmi tökpisi zo'r. Men bu yurtni yoqtirib qoldim. Uning to'zonlarini, uning daryolarini, uning kechmishlarini, oq ko'ngil odamlarini. Qaraqashliq yigitga yotiq bo'lib bu yurtga kelin bo'ldim. Uni bizning odam deb atadim. Xotanlik to'rdoshlar meni bizning kelin deb atadi. Demak, shuncha yo'g'on xotan illiq bir oilaning o'zi. Bu yurt meni o'zining bag'riga oldi. Menmi uningga o'zimning qalbini taqdim etdim. Bu yurtning qashdoshlari, atlaslari, gilamlari, tibobati, har bir tal yulg'uni, har bir tomchi suyi, har bir tal qumi, anar, yong'oq chilonlari hammasi mening qalbimda o'z o'rnini topdi.